Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. O'zimiz sevimli obunachilarim. YouTube'dan bugun sizlar bilan kecha rasm yasash o'rgandik. Bugun xullas mana sifatli misol uchun model rasmini yasashni o'rganamiz. Model rasmini qanaqa yasaymiz? Biz xohlayotgan narsa mana prompt dedik. Kecha kimdir tushundi, kimdir tushunmadi-da. Hozir men promptni tushuntirib o'taman. Mana ChatGPTga kirib olamiz. Kirganimizda menga sochlari uzun klassический kiyimda va makiyaji bor kiyim rangi to'q jigarrang bo'lsin model bo'lsin deymiz. Prompt ber. Mana prompt ber deymiz. Mana bizga yana prompt yasavatdi. Mana bizda tayyor prompt berdi. Buni kopirovat qilib, mana endi o'tamiz yasaydiganga, Geminiga. Mana bunda chiqamiz. Mana kecha yasagan quyonchalarimiz esinglarda bo'lsa, mana buni yuboramiz promptni bizga yasab berish uchun. Mana bekordan bekor reels ko'rib o'tirasizlar, bekor vaqtinglarda. Misol uchun o'yinlar o'ynashadi, misol uchun erkaklar ham. Lekin o'sha vaqtni YouTube'ga tiksa, daromad manbai YouTube'da. Qancha sifatli videolar yasasangiz, o'zingizniki bo'lsa, baribir avtoriskisi o'zingiz bo'lasiz. Mana qaranglar, juda ham chiroyli. Men xohlagandek chiqarib berdi mana. Juda ham menga yoqdi, qaranglar. Juda ham sifatli chiqardi. Endi men kursni yutib olganman. Mana al bilan 5 xil daromad yo'li degan kursni yutib olganman. Endi men tashlayman. Mana полный promptni berib, o'zim yasab, o'zim tashladim. Chunki sababi mana bu yerda mana bular juda ham anaqa malakali, qancha o'qigan sari o'qish kerak o'zi. Keyin mana YouTube'ga kiramiz. Mana YouTube'ga kirganinglarda har xil reelslar chiqib keladi, to'g'rimi? Shuni o'rniga o'tamiz mana o'zimizni reelslarga. Mana men o'zim yasaganman ko'priklarni. Mana buni ham. Shunaqa videolar yasashni xohlaysizmi? Salomatga yozing. Skidka faqat 3 kun deyin 300 ming. Shoshiling. Shunaqa videolar Mana bir narsani yaxshilab bilib oling. U otasini uyida och emas edi, siz uni to'ydiradigan. U otasini uyida kiyimsiz ham emas edi, siz kiyim olib berib minnat qiladigan. U otasini uyida malikalardek edi. U otasini uyida siz aytgandek kasalmand ham emas edi. Siz boshing kasaldan chiqmaydi deb Salom. Hozirgi ayollar sabrsiz. Bunaqa kechirishlar nimaga olib keladi? Borib ayol o'sha sevishdan ham jirkanadigan bo'lib qoladi. Sevish, mehr berish, yaxshi gapirish, qo'ynini olish degan narsalar bu ayol uchun jirkanch narsa bo'lib qoladi. Har xil sevgi haqidagi narsalarni o'qiganda
hech narsa his qilmaydi. O'sha shu darajada ayol kishini hislari qotib qoladiki, biror bir sevgi haqidagi gapni eshitganda, o'qiganda o'sha uni ichida bir narsa his etmaydi. Sevgi qanaqadir Mana buni analitikasiga kiramiz. Mana qaranglar. Bu zo'r rezultat. Boshqa kanallarimni ko'rsam, chunki amerikan kanallar. Не звони мне, не звони. Не звони мне ради Бога. Я тревожный человек. Yana kursimda sumodan foydalanish va sun'iy intellekt tashkil ettirish ulargacha o'rgataman. Ulgurib qolinglar. Skidka tugayapti. 300 mingdan hali bunaqasi bo'lmagan. Ulgurib olinglar. Keyin bunaqa hadi bo'lmaydi. Kimdir o'qimoqchi bo'lsa bemalol kommentariyaga kurs degan so'z yozib qoldiringlar, bo'ldi.